Bugun $1000 bilan Balida qanaqa mazza qilib sayohat qilish mumkinligini ko'rsataman. Bali kichik orol bo'lishiga qaramasdan butun dunyo odamlarini o'ziga jalb qila olgan. O'zini go'zal manzaralari, o'rmonlari, vulqon va qadimiy ibodatxonalari va albatta cheksiz plyajlari bilan ko'pchilikning orzusiga aylangan oroldan biri hisoblanadi. Bali aholisining 87% dini hindu. Aynan shuning uchun bu orolni xudolar oroli deb atashadi. Tasavvur qilasizmi, ular 330 milliondan oshiq xudolar borligiga ishonishadi. Bali asal oyini o'tkazish uchun eng ideal joylardan biri. Sababi bu yerda har bir joyda bizga o'xshab Instagramingiz uchun millionlab rasmlar olib ketishingiz mumkin. Va bugun 3 kunda $1000 bilan qanaqa sayohat qilish mumkinligini ko'rsatamiz. Birinchi kuni Nusa Penida oroliga yo'l oldik. O'zi soat 6 da turishimiz kerak edi, o'zi chiqqan bo'lishimiz kerak edi, lekin biz uxlab qoldik, o'shaning uchun soat 6:30 da chiqdik, ish qilib, lodkamizga kech qolmagan bo'lsak bo'ldi. Bir kunlik individual turimiz bo'yicha gidimiz bizani mashinasida lokatsiyalarga olib yurdi. Kichkina yo'llardan hozir ketyapmiz. Shu talam даже veli mototsikllar o'tyapti. Ana qiynalib chekalab yuribmiz mototsikllar bilan chiqishib. This is Bali. Mana bu yerda shunaqa katta o'chiritda turgunimizcha bizning bunyodkordagi videomizni va gid ko'rib turibdilar. Orolga yetib olish uchun yaxtaga joylashib oldik. Endi ketsak bo'ldi. Ertalabdan hech narsa yemagan edim va och qoringa yaxtada Balining ruletini yeb ko'rgan edim. Hozircha yaxshi. Baligacha umumiy 11 soatlik samolyotda uchish yetmaganda bu orolga yetib olish uchun 45 daqiqa suvda chayqalib, Nusa Penidaga mana yetib keldik. Kiyimni almashtirish uchun ancha sanitar tualetga kirish kerak bo'lar ekan. Hozir snorkeling qilamiz, 4 ta lokatsiyada qilar ekanmiz va hozir birinchisini qilish uchun ketyapmiz, yo'lga tushdik. Bu ko'm-ko'k top-toza suv Hind okeani hisoblanadi va okeanda suzish uchun mana buni berishdi. Bu bilan burnimiz bilan havo olmasganmiz, faqat og'iz bilan. Agar mana bu yerdan suv kirib ketsa, suvni chiqarib yuborishimiz kerak ekan. Hali hech qachon ko'rmaganman, bilmayman. Suv ichida skat bilan toshbaqani ko'rsak, bu bizani omadimiz ekan. Ishqilib skat bilan toshbaqani ko'rsak bo'ldi. hayotdagi ertakka o'xshaydigan manzaraga qarab ketish unutilmas emotsiyalar uyg'otishi aniq. Ayniqsa birinchi marta okeanga chiqqanim uchun bu tuyg'ular o'zgacha bo'ldi. Mingta odam mashina qog'oziga. Birinchidan bu maskada burnim to'liqligicha yopilar ekan va men nafas olishga harakat qilganim uchun birdaniga boshim aylanishni boshladi. Ikkinchidan esa og'izga soladigan uskuna ichida okeanning sho'r suvi ozgina qolib ketganligi uchun boshim nereal aylanib ketdi. Juda ham sho'r ekan lekin. Ahvolim yomonlashsa ham orqada odamlar menga qarab turganligi uchun kameraga o'zimni xuddi zo'r degandek tutdim. Lekin dabdala edi. Boshim shunaqangi aylanyapti. Shunchalik dabdala ediki, hattoki boyaga ruletni qayd qilib yubordim. Lekin ularni sizlarga ko'rsatmayman. Yoki ko'rsataverayman. Bo'pti. Tayyormisiz? 1 2 3 Hayotimda birinchi marta okeanga tushdim. Suv harorati suzishga ideal, lekin sho'rligi meni boshida rosa qiynadi. O'rgalish qiyyapti. Burning bilan nafas olmadim, lekin suv ichida burunlar qolganda hozirga suv kirib ketyapti. Hozir sizga suv ichidagi go'zallikni ko'rsataman. Nima, siz meni shunaqa musor kadr olaman deb o'yladingizmi? Mana birozdan keyin mana shu suv osti manzarani suratga oldim. Shunaqa musor syomka qilib qo'ygan ekanman. Uzrasiz endi. Ikkinchi tochkamizga keldik. Bu yerda korall ko'rishingiz mumkin deyaptilar. Afsuski biz borgan kun skat va toshbaqalar ko'rinmadi, lekin shunga qaramasdan suv osti tabiati juda ham chiroyli. Bunaqa joylarni ko'rgandan keyin chorvaga odam borgisi ham kelmay qoladi-yu. Shuna qilib 3 va 4 nuqtalarda ham suzib, maza qilib dam oldik va bu snorkeling sarguzashtimizga men 10 dan 8,5 ball beraman. Endi mashinada ketyapmiz, cho'milib olib ovqatlanib olishimizga 12 minutlik yo'l. Hozir yo'l вообще dabdala bo'ladi deb aytdilar. Ogohlantirib qo'ydilar. Qani ko'ramiz qanchalik dabdala bo'lar ekan. Balida havoda ham, suvda ham chayqalish yetmaganda, endi yerda ham chayqalib yuribmiz. Hozir ovqatlanib olamiz. Mana bu bizani hozir ovqatlanib, kiyimlarimizni almashtira oladigan joyimiz. Tushunishim bo'yicha hozir biz indiyskiy ovqatga kelib qoldik va esingizda bo'lsa Dubayda ham indiyskiy ovqatlarim bilan men umuman chiqishmaganman. Mana ko'rishingiz mumkin, atrofdagi hamma indiyskiy. Ashlasida ham indiyskiy qo'yib qo'yishdi.
Ovqatini yolsam bo'ldi. Mayli. Hind ovqatlarini oddiy go'shtiga ham chidab bo'lmaydi. Bu yetmagandek ko'p ovqatlarda cho'chqa go'shti aralashgan ekan. Shuning uchun tovuqli buterbrod va guruchli ovqatini tanladik. Endi yana mashinada 20 minutlik Linking degan Balini eng taniqli joyiga ketyapmiz. Mana bunaqa yo'llar bilan. Shunaqa qilib yarim soat tor yo'lda eng taniqli Linking plyajiga yetib keldik. Hozir sizlarga ko'rsatadigan vidim prosta. Tayyormisiz? Tayyorsiz? Mana. Katta kit. Neujeli mana shu joyni o'z ko'zim bilan hozir ko'rib turibman. Mana pastli joylardan 40 minut vaqt ketar ekan, pastga tushib mana plyajgacha chiqishga, qaytib chiqishingizga esa 1 soat vaqtingiz ketadi, 1 soat. Lekin-chi bu prosta borib. Va, просто горизонт нереально. Oxirini ko'rmaysiz, это нереально ощущение. Voy, kayf. Boshqa so'z yo'q. Hayotimda o'z ko'zim bilan ko'rgan eng nereal tabiat uchun men birinchi marta 10 dan 10 beraman. Albatta kelib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Endi kunimizning oxirgi lokatsiyasi Crystal Bay plyajiga keldik. Buyoni qumini rangini ko'rishingiz mumkin, mana qora. Crystal Bay plyaji yomon emas, lekin bu yerga kelib vaqt sarflagandan ko'ra erinmasdan o'sha Linking plyajiga tushgan ancha yaxshiroq bo'lardi. Bu suvda cho'milish nerealni. Bilmayman qanaqa cho'milishyapti shuncha odamlar. Chorva. O'zimizdan chorva-da, oddiy, a? Crystal Bayga men 7 ball bergan bo'lardim. Nusa Penida orolidagi hamma sarguzashtlarimizga, snorklingga va umuman adrenalinli o'tirib rasmga tushgan joylarimizga men 10 dan 9 bergan bo'lardim. Zo'r, обязательно kelishili shart. Bugungi kunimiz uchun $258 ketdi. Birinchi bo'lib kunimizni Bali zooparkiga borib o'tkazmoqchiman va hozir mana otelimizdan taksistni kutyapman. Taksisi $33 ekan Bali zo'gacha. Ketdik. Bali zooparkida biz eng qimmatini, ya'ni fillarni cho'miltirish biletini xarid qildik va bu odamiga $93 dan tushdi. 2 kishiga $186. Hayvonlarni qafasda ushalmas ekan. Xuddi mana zooparkga kelasiz, ochiq joylarda shunday yoturishadi, umuman odamlardan qo'rqishmaydi. Orqalda yurishdi. Bechora qorlar cho'tdi va ola. Mana povochi busiga chiqib oldi, noladni. Qizilini o'p tez bo'ladi. Yaqinroq, yaqinroq, yaqinroq. Yana ham yaqinroq. Yaqinroq, qo'rqmang, bu xavfsiz. Hozir endi shuttle bus orqali tigrlarni ovqatlantirganiga ketyapmiz. Mana hozir tovuq go'shtini oq tigrga berib, Oq tigrni ovqatlanib, ayiq, krokodil, orangutang, zebra va boshqa hayvonlar bilan bir qatorda makakalarni daraxtlardan sakrab yurishini mazax tomosha qildik. Va nihoyat Bali Zoo'ni eng kulminatsion nuqtasi, ya'ni fillar bilan yaqindan tanishish vaqti keldi. Fillarni almashtirib oldim va hozir fil bilan ko'rasizlar nima qilamiz. Просто нереально. Mana shu Allohga yetishamiz-da. Antik fillarni cho'mildiramiz. Yo'q. Qo'rqmayapsanmi? Qo'rqmayman. Buni ko'zasini yirtib, rostdan sumka qilish kerak. Hazillashdi. Ustiga chiqoyim yotdi nedir? Fil isyapti. Voy. Haqiqiy gryazda hozishamiz. Boshqachamiz. Natasha природа. Hidizor. O'zi isqit joylarni rosa yomon ko'raman va boshida bu loydan jirkandim. Keyin esa negadir hech narsani o'ylamasdan loy o'zimga surishni boshlab o'rgim keldi. Bu haqiqatdan yangicha emotsiyalar berar ekan. Ayniqsa filni ushab surtib ko'rish ham o'zgacha zavq beradi. Hop, mana fillarni cho'miltiryapmiz. Bizning filimiz esa Molly o'rmonda ketdik. Molly bilan birgalikda o'zimiz ham chayib oldik. Molly, bye. Qo'nimay. Qani ko'ramiz, siz ko'rish qanaqa bo'lardi? Suv sepish ham o'zgacha qiziqarli va shu bilan menimcha men Mollyga mehr qo'ydim. Lekin keyin Farangiz meni uyg'otib yubordi. Molly bilan esa oxirgi marta gaplashib oldim va ekskursiyamizni davom etib sherni ko'rgani bordik. Вообще, videoga dastur qaraganim ham yo'q. Faqat mana bunaqa olib turibman, ko'zim yo'qdi. Shuni boqishga hozir men 100 ming rupiy to'ladim-da, to'g'rimi? Menga jahl qilibdi lekin. Yo'q, menga jahl qilgan bo'lsa ham mayli. Sherni bunaqa yaqindan ko'rish mazza, kerakli miqdorda adrenalin beradi. Bu zooparkdan esdalik uchun $33 ga ham rasm sotib oldik va shuncha bergan emotsiyalar uchun Bali Zoo'ga men 10 dan 8 ball bergan bo'lardim. Oilaviy kelib sayr qilishga zo'r joy ekan. 3-kuni esa yana bir kunlik tur xarid qildik. Endi bizani birinchi bo'lib Instagramda juda taniqli yo'lga olib kelishdi. Ertalabdan kelganimiz sababli bemalol odamlarsiz chiroyli rasmga tushib oldik. Men bu yo'lni qaranglar, qattiq topganimizni, mana bu yo'l bilan
bilan umuman yo'lni teshishganda va yangi mashaqqa yo'l ochgan va bu endi hozir Balini eng rasmiy tushadigan joylaridan bittasi. Bu просто fantastik joy qiladi. Yetmaganiga shu yo'lning oxirida Batu Barak plaji bor ekan. Bu yerdan Hind okeanini ko'rishingiz mumkin. Odamlar kamligi uchun xuddiki yovvoyi tabiat bilan birdek bo'lishingiz mumkin. Mana bu yerda qumlari, atmosfera, suv, dengiz ovozi. Bundan ortiq nima kerak bo'lishi mumkin? Simboli hech kim yo'q. Bu plyajga kelib hech narsa haqida o'ylamasdan, shunchaki okean ovozini eshitib, miyaga dam berib, maza qilib yotishingiz mumkin. Batu Barakni chiroyi va odam yo'qligi uchun men 10 dan 9 ball beraman. Baliq topdim. Baliq ova. Keyingi cho'milsa bo'ladigan plyajga borishdan oldin ovqatlanib olish uchun to'xtadik. Balini ovqatlari menga yoqmayapti. Zo'rg'a o'zimizning milliy ovqatlarimizga o'xshaydigan ta'mli ovqat topsak, juda ham xursand bo'lib ketamiz. Hozir misol uchun ko'rishingiz mumkin. Mana bu ovqat, mana o'rdak. Lekin men bilan nima bu ko'rinishi umuman ko'rimsiz va risini mazasichi. Qarag'adir borib, yeb ko'rmaysiz. Bemaza. Yemasdan turib ta'mi yomonligiga shubha qilmasangiz ham bo'ladi va endi Balini surfingchilar uchun eng taniqli plyajda suzib ko'rish uchun Padang beachga keldik. Hey, ber menga. Qochdek. Ber. Havotni qarab turganligini. Odamlar baribir xoligan gapni gapiraversam bo'ladi. Bu yerda hech kim yo'q. Ishonasizlar, mana bir haftadan beri yurimiz, bir dona ham o'zbek odamini ko'rganimiz yo'q. O, bu yerda mana shunaqa qorni mana shunaqa teshib yo'l qilishgan ekan. Plyajga tushib, surfing narxlarini surishtirib ko'rdim. Agar faqat bordini o'zini oladigan bo'lsanglar, unda taxminan $8 ekan. Dars bilan birgalikda bo'ladigan bo'lsa, taxminan $33 soatiga. Rostdan ham bu plyaj suzish uchun yaxshi joy ekan. Balki surfing qilib ko'rganimda ko'proq baho bergan bo'lardim. Lekin hozircha esa 10 dan 7 ball qo'ygan bo'laman. Vay, lekin Uluwatu Temple'da, wow, mana bu manzarani haqiqatan ko'ringlar. Voy, cheki yo'q. Bu yerda biz kechak dance show ko'rish uchun bilet uchun navbatga turishimiz kerak edi. Lekin biz gid bilan kelganligimiz uchun u soatlab bu navbatda turguncha biz atrofni aylanib, mana bunaqa tabiatni tomosha qilib yurdik. Mana hozir joylashib oldik va hozir mana bu yerda show boshlanadi. 1 2 hop. Qani boshlanyapti. Bular faqat chak so'zni ishlatib ashula yaratisharga hech qanaqa muzikal instrumentlar bo'lmaydi. Aynan shuning uchun nomi kechak dance. Qani ko'ramiz. Qanaqadir ovozi uzoqdan eshitilyapti va qanaqadir hayajon his qoldi. Qani. Kechak dance bu Bali xalqining an'anaviy raqsi hisoblanadi. Raqqoslar sahnaga chiqishi bilan tomoshabinlar birdaniga jim bo'lib qolishadi. Raqqoslar xuddi shunaqa ritm ostida musiqiy instrumentlarsiz kechak degan ovozni qayta aytishadi. Bilmadim qachongacha buni hali yana davom ettirishadi. Raqs boshida g'alati tuyuladi, lekin 1 soat ko'zingizni uzmasdan maza qilib tomosha qila olasiz. Kechak dance dramatik va emotsional raqs ekan va uni tomosha qilib siz 1 soat qadimiy Hind mifologiya dunyosiga kirib ko'rgandek bo'lasiz. Bugungi turimizga va umuman kechak dance plyajlar hammasiga 10 dan 9 yarman bersa bo'ladi. Simbol bugungi plyajlar menga hammasi yoqdi. 9,5. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz like bosib obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha